Do'stlar, bugun sizlar bilan Uzumbankdan qanday qilib o'zingiz taklif qilgan referallar orqali har bir chaqirgan odamingiz uchun 40 ming so'm olishni sizlarga o'rgatib o'taman. Mana bizning referal silka bor. Bu hozir mana shu botga a'zo bo'lib, o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni kirgizsak, shundan keyingina biz referal havolasini ola olamiz. Demak, birinchi o'rinda Uzumbank botga a'zo bo'lib olamiz. Bot va ilova havolasi video ostida. Mana Uzum boti mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu boshqa fake botlarga aldanib qolmang. Bu ofitsialniy Uzumbank ilovasining ofitsialniy bot hisoblanadi, Telegram bot hisoblanadi. Masalan, start bosamiz. Qayta o'zbek tilini tanlab olamiz. Assalomu alaykum, bu Uzum kartaning rasmiy boti. Bu yerda siz boshqalarga bepul Uzum kartani tavsiya qilib bonuslar olishingiz mumkin. Va har bir karta uchun 40 ming so'm demoqda. Ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Xohlasangiz men qancha olamanni bosib, batafsil o'rganib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tishni boshlashni bosamiz. Rozilik beramanni bosamiz. Xo'sh, endi bu bizdan so'ramoqda telefon raqamingizni tasdiqlash deyapti. Telefon raqamini ulashishga bosamiz. Kontakt ulashish. Uzum kartangiz bormi? Uzum kartangiz bormi? Agar bizda yo'q hozircha, chunki Uzumbank ilovasini tortmaganmiz. Shuning uchun karta rasmiylashtirishga bosamiz. Agar bor bo'lsa, ha borga bosish kerak. Agar bor bo'lsa, karta yo'q, rasmiylashtirish. Xo'sh, bu yerda nima demoqda? Aksiya ishtirok etish uchun Uzum kartani bepul rasmiylashtirish kerak. Karta ochish, yaxshi xabar, siz havola orqali darhol virtual karta olishingiz va ro'yxatdan o'tishni davom ettirishingiz mumkin demoqda. Ro'yxatdan o'tish davom etishni bosamiz. Xullas, endi shaxsiy ma'lumotlar bo'limiga ham yetib keldik. Bu hozir sizlarga rasm orqali ko'rsatib o'taman. JSHR raqamini qanday kiritishni va ID karta yoki pasportda qanday ko'rinishini ko'rsatib beraman. Mana ekranlaringizga hozir ko'rsatib berilmoqda. Mana shunday qilib ID karta va pasportlardagi JSHR raqamingizni bilib olishingiz mumkin. Aynan shu JSHR raqamingizni mana shu yerdan yozasiz. Mana biz JSHR nomerini yozdik va endi tabriklaymiz, siz bepul Uzum kartani targ'ib qilishni aksesda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz deyilmoqda. Endi tanishlaringiz bepul Uzum karta ochishga taklif qiling. Havolangiz orqali rasmiylashtirilgan har bir karta uchun 40 ming so'm oling demoqda. Endi yana bir qadam qoldi, ikkinchi qadam. Hozir biz ilovani ko'chirib olishimiz kerak, yuklab olishimiz kerak. Endi esa ilovani shu referal havolasi orqali yuklab olish shart. Chunki referal havolasi orqali yuklab olinmasa, referal hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun referal havolasi orqali Uzumbank ilovasini yuklab olamiz. Uzumbank ilovasini o'rnatish. Mana Uzumbank ilovasini ham yuklab oldik. Buni endi ochib ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Telefon raqamimizni kirgizamiz. Va telefon nomerimizni tasdiqlaymiz. Telefonimizga kelgan SMS tasdiqlatib oldik. Mana ilovaga sekin-asta kiryapmiz va tasdiqlash
jarayonidamiz. Demak, tasdiqlashni bosamiz. Endi bu yerda parol kirg'izish so'ralmoqda. Bu yerda endi parol kirgizamiz. Parol qo'yib oldik. Endi bo'lsa ilovaga kirish uchun pin kod o'rnatamiz. Mana ilovaga ham kirib oldik. Mana reklamalar chiqmoqda. Keyingi yutish oson hafta davomida demoqda. Karta ro'yxatdan o'tkazish paytida chiqaramiz. Rasmiylashtirish va xizmat ko'rsatish. Bepul kartani to'ldiring va foydalanishni boshlang. O'zining kartasini tavsiya bermoqda. Roziman deb bosamiz. Endi esa eng asosiy joyiga keldik. Shaxsingizni tasdiqlash bo'limida O'zbekiston rezidenti ma'ni tanlaymiz. Qaytadan SMS keladi. Mana bu yerda xohlasangiz pasport seriya raqamingizni kiritishingiz mumkin. Ikkalasidan ham biri bo'laveradi. Pastki bo'limda tug'ilgan kun, oy, pasportda qanday to'ldirilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib yozasiz. Pasport ma'lumotlarimizni to'ldirib, mana Face ID dan o'tildi. Buni ekran yozuvida ko'rinmaydi. Shuning uchun o'tkazib yuborildi. O'zlaringiz buni ro'yxatdan o'tish oson. Endi mana ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana xuddi mana shunday oyna ochiladi bizga. Mana X ni bosib chiqib ketishimiz ham mumkin. Mana bu yerda 30 soniyadan keyin yoki 1 soatlar atrofida identifikatsiyada o'tganingiz haqida xabar keladi. Buni X ni bosib chiqib ketamiz. Shu bilan bizni shu ro'yxatdan o'tishimiz tugallandi. Endi esa bu yerda do'stlaringizni chaqirish uchun mana bu yerda har bir do'stingiz uchun referal 40 ming so'm olish uchun mana shu yerdan shaxsiy havolani olishga bosib havolangizni referal havolangizni olishingiz mumkin. Bemalol tanishib chiqishingiz mumkin shu yerdan.